Bu hikoya kichkina maktabdan boshlangan katta orzular haqida. Rahmatov Saydullo xo'ja Qibray tumani 26-maktabda tahsil olar ekan, bir kun yog'och o'ymakorligi uni butunlay o'ziga rom etadi. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Saydullo xo'ja. Men Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasida voyaga yetganman. Hozirgi kunda Yangarg'in mahallasida yoshlar yetakchisi lavozimida o'z ish faoliyatimni yuritib kelyapman. O'zim ham yog'och o'ymakorlik sohasiga qanaqa kirib kelganman. Bu sohaga qiziqishimga bu jumla sababchi bo'lganlar. 2-sinfimdan 2-sonli bolalar va musiqa va san'at maktabiga men to'garaga berganlar. Birinchi o'qituvchim Jamshid akam bo'lganlar. 8-sinfimgacha Karabayev Kamoliddin aka qo'llarida tahsil olganman. 2020-yil Mirqosiyev Mirazam aka menga o'z qo'llari bilan gul chizib berganlar. Bu menga qanaqadir motivatsiya bo'lgan. Roppa-rosa 1 yildan so'ng aynan o'sha chizib bergan gullarni men qutiga naqsh sifatida tushirdim va o'zlariga hadya qildim. Bu ularga juda ham yoqdi. 26-maktabda o'z to'garagimni ochdim va onajonimning qo'llab-quvvatlashlari bilan zargarlik sohasiga ko'ngil qo'ydim. Zargarlik sohasidan Yusuf Ibratiga 2022-yilga kelib bo'ladigan bo'lsa, zargarlik sohasidan ancha-muncha ishlar qildik va ko'rik-tanlovlarga qatnashdik. Bu orada men yog'och o'ymakorlik to'garagini ham to'xtatib qo'yganim yo'q. Bu oraga kelib shogirdlarimni umumiy soni 9 nafarga yetdi va ularni men o'qitdim. Meni juda ham ishonchli shogirdlarimdan Akbar va Maqsadjon bo'ladi. Bu ikkala shogirdimiz hozirgi kunda men o'rnimga, ya'ni o'zim o'qigan 26-maktabda dars berib kelishmoqda. Maqsadjon o'quvchimiz 2023-yilda Kamalak yulduzlari respublika ko'rik-tanloviga yo'llanma yutganlar. Buni eshitib men juda ham xursand bo'lganman albatta. Va shu orada ko'plab ko'rik-tanlovlarga o'quvchilarimiz ishtirok etishgan va faxrli o'rinlarni olib kelishgan. Ko'rgazmalardan birida Mirzayev Zoir Toyirovich bilan uchrashuv vaqtiga sazovor bo'ldim. Bu uchrashuvga sababchi bo'lgan Qibray tumani hokimi Muzaffar Abrarovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi kunda ham yosh o'quvchilarimiz yosh bo'lishlariga qaramasdan ko'plab ko'rik-tanlovlarda ishtirok etishmoqda va shu orada Almas Mebel, Almas Uz, Vudinar Academy loyihalariga start berdim. O'sha yillarda biz ko'plab televiziyaga chiqishlar qildik va ko'plab sayohatlarga bordik. 2024-yilga kelib o'zim o'qigan, o'zim tahsil olgan 2-sonli bolalar va musiqa va san'at maktabida dars bera boshladim. Bugungi kunga kelib esa shogirdlarim o'zligi yog'och o'ymakorligi to'garagini yurg'izib kelishyapti. Hozirgi ish joyim menga juda ham yoqadi. Yoshlar bilan ishlash o'ziga yarasha mas'uliyat talab qiladi va shu orada o'quvchilarimga ham vaqt ajratishdan zavq olaman.